İgilinicha Xitoy doiralari Birleşken Devletler Teşkilatı vakillar ömükining Sharqi Turkiston ziyaratidan ilgari yangi bexatarlik tadbirlari tarqitib, butkul xalqni jazo lagerlari to'g'risida so'zlamaslikka va telefonni chet eldan kelgan telefonga taqashga buyurgan. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet mayda Xitoyga boradiganligi hamda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharqi Turkistonni ziyorat qiladiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Sharqi Turkistonning Qo'rg'os porti orqali Sharqi Turkistonning boyligini bulan-talan qilib, Yevropaga to'shiydigan poyezd liniyasini 60 ga yetkazgan. Tangirtoq to'g'rining 10-maydagi xabarda bildirilishicha, bu yil Qo'rg'os portida Yevropaga qatnaydigan navbatchi poyezd liniyasidan 4 yangidan ko'paytirilgan bo'lib, buning bilan Qo'rg'os porti orqali Sharqi Turkistonning bulan-talan qilingan boyligi va majburiy emgak mahsulotlarini Yevropaga to'shiydigan poyezd liniyasi 60 ga yetgan. Amerika istixborot organi seshanba kuni Xitoyning harbiy kuch qo'llanmasdan Tayvanni ishg'ol qilishni xohlaydiganligini, ammo Tayvanni yutib olish uchun harbiy kuchini kuchaytirayotganligini aytdi. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i Bill Burns Ukrainadagi urushning vaziyatni o'zgartirganligini o'tirib qo'ydi va mundaq dedi: "Meningcha Xitoy kompartiyasining kativishi Shining Tayvanni kontrol qilish irodasi o'zgarmadi. Ammo ular bu ishning qandoq va qachon yuz beradiganligi to'g'risida har xil o'rinlashtirishlarni olib bormoqda." Xitoyning g'arbidagi Chongqing shahrida Tibet aviatsiyasining yo'lovchilar aeroplani Chongqing-Yanchi safariga chiqish uchun uchayotganda o't ketgan. Uçuş yoludan ayrılgan aeroplandan 113 yo'lovchi va 9 xodim tarqoqlashtirilgan bo'lib, yenik yaralangan 40 necha yo'lovchi doktorxonaga yetkazilgan. Xitoy Sharqi aviatsiya shirkatining 5735 nomli navbatchi aeroplani 21 mart Guangxi avtonom rayonining Wugu shahri atrofida tushib ketgan bo'lib, aeroplandagi 123 yo'lovchi va 9 aeroplan xodimi hodisada qazo qilgan. Aqsaray bayonotchisi Jin Pisaki agar Shvetsiya va Finlandiya Shimoliy Atlantik ehdi tashkilotiga qo'shilmoqchi bo'lsa, ularning iltimosini qo'llaydiganligini bildirdi. Xitoyning o'ymolik taraqqiyot shirkati Sunak 742 million dollarlik zoyomning to'lash muddatini o'tkazayotgan bo'lib, krizisning barg'on sari cho'nqurlashadiganligi mo'ljallanmoqda. Bunun bilan Xitoy o'ymolik kasbidagi yana bir shirkat zo'r so'mli qarz patqog'iga botgan shirkatlar qatoriga qo'shildi. Germaniya, Amerika, Angliya, Kanada, Fransiya, Italiya va Yaponiyadan tarkib topgan G7 davlatlarining tashqi ishlar ministrlari yig'ini Germaniyada boshlandi. Ukraina va Moldaviyaning tashqi ishlar ministrlari 14-maygacha davomlashadigan G7 tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashadi.